Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? Har yili koni yilni uzitib, yangi yil kirish arafasida nurg'unlarimiz ko'nglimizga bir qator nishonlar va orzularni pukkan bo'lamiz. Shu yangi yil kirib oxirlashganda bo'lsa, ko'nglimizga pukkan nishon va orzularning xiyol bit qolganligini bayqab ko'nglimiz yerim bo'ladi. Bugungi bu filmda men nishon va orzularni yangi yilda reallikqa aylantirishning o'zimning tajribamdan o'tgan 5 zarur bo'lgan qadam bosqichini ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchiman. Agar bu mazmunga qiziqsanglar, diqqatinglar tuvandagi nuqtalarda bo'lsin. Birinchi bosqich xotir tutib, ana shu nishon va orzularimizni yozib chiqish. Bu bosqich cho'qim biz qilishga tegishli bosqich. Endi birinchi bosqichni tamomlagandan keyin ikkinchi bosqich nima deganda biz yozib chiqqan nishon va orzularimizni kategoriyalarga ayirib chiqish. Bu bosqichmi intayin muhim. Bu qanday kategoriyalar bo'ladi deganda hayotimizda nishonlarimiz va orzularimiz o'xshamaydigan kategoriyalarga tabi bo'ladi. Ba'zanlari bizning sog'lomligimiz to'g'risida bo'lsa, ba'zanlarimiz bizning kelgusimiz, ya'ni masalan o'g'inish to'g'risida bo'lishi mumkin. Oila hayotimiz, masalan aram elishimiz, ko'ngil ichishimiz, iqtisod, e'tiqod va boshqa deganda kategoriyalarga kiradi. Hamda shu nishon va orzularimizni ana shu o'ziga tava bo'lgan kategoriyalarga ayirib, ayrim kategoriyalarga bo'lib chiqish. Bu intayin muhim bir bosqich. Hamda bu bosqich tamomlangandan keyin uchinchi bosqich aniq, konkret ham tafsiliy bo'lgan harakat plani, ya'ni ijro qilish plani tuzib chiqish. Ya'ni har bir nishon va orzularimizga qarata amaliy, konkret, aniq, tafsiliy harakat plani tuzib chiqish. Ya'ni masalan ma'lum bir kategoriyaga qarasak, uningda chiniqish to'g'risida, ya'ni sog'lomlik to'g'risida bizning orzuyimiz yoki nishonimiz o'tirib qo'yilgan bo'lsa, shu orzuga yetish uchun bizdan talab qiladigan yoki biz cho'qim ijro qilishga tegishli harakat plani bo'ladi. Masalan, sog'lomlik deganda bu sog'lomlik bir kunlik, bir haftalik, bir oylik, bir fasllik yoki bir yillik bo'lishi notayin uzun mezgillik bo'lishi. Shuning uchun bu uzun mezgillik bu sog'lomlikqa nisbatan sog'lomlik to'g'risida to'g'ri oziqlanish, to'g'ri aram olish, uxlash, ya'ni shunga ketadigan ketarlik vaqt va energiya va silinma iqtisodiy jihatdagi ishlarni yaxshi konkret yezib chiqish kerak. Masalan, yana shuning bilan birga har kunda agar har kunda chiniqadigan bo'lsangiz, chiniqish yoki haftada qanday chiniqish, qaysi vaqtda degandek konkret, aniq, tafsiliy harakat plani. Endi ba'zi orzularimiz undaq har kuni bizdan terishni yoki bir ish, ya'ni shu nishonimizga yetish uchun amaliy harakatga o'tishni talab qilmasligi mumkin. Ba'zi nishonlarimiz talab qiladi. Masalan, bir til o'rganish degan bo'lsak, o til o'rganishga bir yilda 365 kun bo'lsa, balkim 365 kunning hammasida ma'lum bir vaqtni shu til o'rganishga sarf qilishimizga to'g'ri keldi. Balkim 15 minut har kuni yoki 30 minut yoki 1 soat degandek. Endi ba'zi orzular va nishonlar bizdan balkim bir yilda faqat bir kunlikla vaqtimizni yoki bir qancha soat vaqtimizni yoki bir qancha kunlik vaqtimiz va shuningga qarata iqtisodiy silinma talab qilishi mumkin. Masalan, orzuyingiz kelar yili 2023-yilda ma'lum bir joyga sayohatga berish deb orzu qilgan bo'lsangiz, undaqda bu sayohatga ketadigan vaqt, ketadigan iqtisodiy silinma va shundaqla va u sayohatniki bir qator konkretni amaliy planlarni tuzishingizga to'g'ri keldi. Shuningga shu amaliy, konkret, tafsiliy harakat plani, ijro qilish plani tuzish intayin muhim bir bosqich bo'ladi, 3-bosqich. Endi biz 4-bosqichga o'tsak, 4-bosqich kalendar turg'izish. Ya'ni vaqt kalendari turg'izish, ya'ni 365 kun bu har bir kungila emas, ya'ni har bir kunniki 24 soatga, ya'ni bir haftadagi 168 soatga
va shundaqla bir oy, bir yildagi shu kunlarga, kunlarning ichidagi soatlarga siz shu yetmoqchi bo'lgan, qilmoqchi bo'lgan nishon va orzularingizni shu kalendarning ichiga kirgizishingizga to'g'ri keldi. Bayatın deganda kategoriyalarga ayırgan ba'zi nishon orzularimiz o'xshamaydigan bizdan vaqt, energiya va iqtisodiy silinma talab qiladi. Shuningga qarata biz kalendarda shu nishonlarimizga o'xshamaydigan vaqtlarni taqsimlab beramizda. Shu kalendarga taqsimlab aniq bekitishimizga to'g'ri keldi. Bu mu intayin muhim bir basqıç, 4. basqıç. Endi 5. basqıç texmi muhim hem kam bo'lsa bo'lmaydigan bir basqıç. Mening tajribamdan men nurg'un qitimliq sinoqlarimdan o'tgan basqıç. Yani her kuni bu ishni qiladigan basqıç. Yani her kuni kashda 15 minutdan 30 minutga qadar vaqt chiqarib shu kundagi kalendaringizning o'rindilish ahvolini xulosalash. Ya'ni shu kalendarda siz asli bekitgan ish harakatlaringizni qilmoqchi bo'lgan amaliy konkret planlaringizni ijro harakat planingizni ijro qildingizmi yo'q? Agar ijro qilgan bo'lsangiz bu intayin yaxshi ahvol. Agar ijro qilmagan bo'lsangiz nimalar to'sqinlik qildi? Bu to'sqinlik qilgan ishlarni o'zgartirish kerakmi yo'q degan to'g'risida o'ylanishga tegishli vaqt sarf qilishingiz kerak. Shuning bilan birga atidagi kalendaringizni tafsiliy ko'rib chiqib, atdagi zarur bo'lgan bir qator qilishga tegishli tayyorliklar bo'lsa, buni qilish. Buning odatda 15 minut bilan 30 minut oralig'ida vaqt sarf qilsak, bu tamomlandi. Demak, bu mu, ya'ni kalendarni xulosalash va atdagi kalendarga tayyorlik qilish degan bir vaqt kategoriyasini mu shu kalendaringizga kirgizishingizga to'g'ri keldi. Qaytlasam, birinchisi xotir tutib nishon va orzularni yezib chiqish. Ikkinchi qadam bosqich bo'lsa, nishon va orzularni kategoriyalarga ayirib chiqish. Uchinchi qadam bosqich konkret, aniq, tafsiliy bo'lgan harakat yoki ijro qilish plani tuzib chiqish. 4. bosqich kalendar turg'izish. 5. bosqich kundalik kalendardan xulosa chiqarish va atlik kalendarni ko'rib chiqish va tegishli tayyorliklarni hazırlash. Bu qadam bosqichlarni sizlarning ham yangi yilda sinab ko'rishinglarni chin dilimdan tavsiya qilaman. Kelak qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.